navbatdagi darsimiz va biz bugungi darsimizdan boshlab mavzularimizning eng qiziq joylariga yetib keldik. Bugungi darsimizda sizlar bilan Yandex xaritalarga qanday qilib markerlar qo'shishlik mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bizda xaritalarimizga markerlar qo'shishlikning 3 xil usuli bor va 3 xil usulning ham o'ziga xos xususiyatlari bor. Va biz bugungi darsimizda uchala usulni ham ko'rib chiqamiz. Kelinglar, birinchi navbatda xaritamizga markerlar qanday qilib qo'shilishligini nazariy jihatdan ko'rib chiqamiz. Biz Yandex Map'da o'zini parametrlarini ko'rgan bo'lsak, u yerda marker degan yokida shunga yaqin bo'lgan birorta parametr yo'q. Bizda faqatgina map object degan map object itemlarga ega bo'lgan listimizni so'raydi va biz mana bu yerda listni ochganmiz va uni ichidagi itemlarni map object typeida bo'lishligini aytganmiz. Endi biz xaritamizga tegishli bo'lmagan barcha narsani mana shu map object orqali xaritamizga kiritishligimiz kerak bo'ladi. Ya'nida bu markerlar bo'lsin yokida poligon qilib biror yerdan alohida xaritamizni ajratib ko'rsatmoqchi bo'lsak, yokida biror bir shakl bilan yana xuddi shunday qilib xaritamizni biror yerini belgilamoqchi bo'lsak, mana shu map object listidan foydalanamiz va bizda mana bu map object klassidan extend olgan maxsus klasslarimiz bo'ladi. Mana shu klasslardan foydalangan holatda o'zimizning markerlarimizni yoki shunga o'xshash narsalarimizni sozlab olamiz va bu listimiz ichiga qo'shib qo'yganligimizda qolganini Yandex SDKsini o'zi aniqlab bizga xaritamizga ko'rsatib beradi. Demak, kelinglar, biz birinchi usulni sinab ko'ramiz va bizda mana bu yerda uchala usul uchun 3 ta buttonimiz mavjud. Bizda aytganimizdek placemark map object typeida bitta klassimiz bor. Mana bu klassimizni ichiga kirib qaraydigan bo'lsak, map objectdan extend olgan bo'ladi va mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, o'zini parametrlari bor va biz mana shu parametrlarga qiymatlarini tenglagan holatda markerlarimizni yasab olishligimiz mumkin bo'ladi. Men map objectni bitta o'zgaruvchiga nom beraman. Undan keyin ushbu klassimizga placemark map obyektini tenglashtirib olamiz. Undan keyin mana e'tibor beradigan bo'lsak, bizda map id so'raydi. Bu map id iloji boricha unique qilishga harakat qilinglar buni. Bu obyektlarimizni list ichiga qo'shganligimizda bir-biridan ajratib berishlik uchun kerak bo'ladi va mana u bizda string so'raydi. Stringni berib yuborganimizdan keyin ikkinchi qiymatimiz bizda point hisoblanadi. Bu point orqali biz markerimizni xarita bo'yicha joylashuvini belgilashligimiz kerak bo'ladi. Va mana kartamizdan ixtiyoriy birorta bir manzilimizni koordinatalarini olaman. Va undan keyin biz ikkinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa shunchaki unga icon berishligimiz kerak bo'ladi. Va mana uni ichidan icon deb yozadigan bo'lsak, mana placemark icon typeida bizda yana qiymat so'raydi va biz placemark icon typeida composite qilib berishligimiz mumkin yokida single qilib berishligimiz mumkin. Hozirda biz single qilib beramiz va bu placemark icon style so'raydi. Style'imizni ichiga qaraydigan bo'lsak, bizda endi image so'rayapti. Bu image'imizning type'i bitmap descriptor hisoblanadi. Mana bizda berayotgan image'imizni byte type'i so'raydi yokida asset qilib o'zimizda asset fayllarimizdan ko'rsatishligimiz mumkin bo'ladi. Men asset fayllardan ko'rsataman va bizda asset degan mana klassimiz bor. Uning ichida bitta png bo'lgan rasmimiz bor. Uni copy qilib oldim va bu yerga olib kelib tashladim. Undan keyin mana bizda obyektimiz hosil bo'ldi va mana shu obyektimizni map object listiga qo'shib yuboraman. Va undan keyin bu yerda biz bitta set ishlashligimiz kerak bo'ladi. Qiymatimiz qo'shilgandan keyin. Men qayta restart berganimdan keyin va mana buttonimizni bosadigan bo'lsak, bizda markerimiz chiqqanligini ko'rishligimiz mumkin. Va bizda marker qo'shishdagi bu usulimiz odatda xaritamizga bittagina marker qo'shmoqchi bo'lsak ishlatilinadi, lekin bir nechta ham qo'shishligimiz mumkin bo'ladi. U uchun biz har bitta markerimiz alohida obyekt bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana bu obyektni olib, biz copy with metodidan foydalanib, qaytadan ishlatib ola olmaymiz. Va mana bunga 2 deb qiymat beradigan bo'lsam, bu yerda aytganimizdek map id'sini almashtirishligimiz kerak bo'ladi. Bunga 2 deb qo'yaman. Undan keyin biz mana bu qiymatlarimizni o'zgartirishligimiz kerak bo'ladi. Mana endi Toshkentni berrog'ini tanlaydigan bo'lsam,
Va endi shuni tagidan yana ikkinchi obyektimizni ham qo'shib yuborishligim mumkin bo'ladi. Endi yana boshqadan restart qilganligimdan keyin mana battinimizni bosadigan bo'lsak, yaqinlashtiradigan bo'lsak, bizda ikkita markerimiz qo'yilganligini ko'rishligimiz mumkin mana. Mana ko'rib turganligimizdek bir nechta marker ham chiqarishligimiz mumkin. Faqatgina har bittasi uchun alohida obyekt yasashligimizga to'g'ri keladi. Agarda biz ko'proq marker chiqarmoqchi bo'lsak, boshqa usullarimiz bor. Video davomida u usullarni ham ko'rib chiqamiz. Va bizda mana bu yerga kelib qaraydigan bo'lsak, o'ziga yarasha parametrlar bor markerimizda. Men hozircha ikkinchisini o'chirib tashlayveraman. Bizga bittasi ham yetadi. Va kelib qaraydigan bo'lsak, bizda opacity bor. Opacity 0.5 turadi bizda. Shuning uchun ham markerimizning rangi bizga ochiqroq ko'rinyapti. Agarda bir qilib qo'yadigan bo'lsak, to'liq qizilda ko'rinadi. Undan keyin buni on tepi bor. On tepiga biz markerimiz ustiga bosganligimizda on tepi ishlaydi va mana bu obyektni bizga qayta jo'natadi. Mana bu yerda xuddi mana shu bergan obyektimizni qayta jo'natadi va bizda point keladi. Markerimiz qayerda turganligi mana biz ko'rishligimiz mumkin. Va ikkinchi narsa, agarda biz markerimizni nimadirini o'zgartirmoqchi bo'lsak, list ichidan obyektini yangilashligimiz kerak bo'ladi. Hozir men bunga on tab bilan opacity'sini qiymatlarini berdim va qayta listimizni yangilashligimiz uchun restart berib, qaytadan list ichiga obyektimizni qo'shamiz. Markerimiz ko'rindi. Endi men ustiga bosadigan bo'lsa, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, bosganligimizda mana biz bergan qiymatlarimiz chiqyapti. Va buni ichiga qaraydigan bo'lsak, boshqa o'zini parametrlari ham bor. Ularni o'zimizga kerak bo'lgan vaqtda ishlatib ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Men ikkinchi ko'rsatishim kerak bo'lgan narsa teksti bor. Va bu bizda mana place mark text oladi. U birinchisiga text so'rayapti va ikkinchisiga style so'rayapti. Place mark text style oladi va bunga to'g'ridan-to'g'ri size berib 12 qilib qo'yishligim, colors berib sign qilib qo'yishligim mumkin. Va tekstga qaraydigan bo'lsak, shunchaki bizdan string so'rayapti. Va yana bitta qayta restart qilaman. Bosganligimizda mana biz yozgan tekst ham chiqyapti. Va yana bitta narsa, bizda mana bu yerda on tabda ichida obyektimiz kelyapti va bu obyektimizni biz to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirishligimiz mumkin bo'ladi va undan keyin yangi obyektimizni qayta list ichiga yozishligimiz kerak bo'ladi. Map obyektimizni copy paste qilaman. Qolgan parametrlarni saqlab qolgan holatda faqatgina opacity'sini o'zgartiraman. Mana opacity 0.2 qilib qo'yaman. Va aytganimizdek, endi list ichidan ushbu obyektni yangilashligimiz kerak bo'ladi. Va mana shu obyektning ID'si bo'yicha list ichidan izlab turib, o'rniga yozib qo'yishligimiz mumkin. Men shunchaki clear qilib yuboraman. Clear qilgan holatda map obyektga buni qaytadan yozib qo'yaman. Add qilamizda keyin bitta sessiya ishlashligimiz kerak va qayta restart bosganligimda mana agar ustiga bosadigan bo'lsak, nimagadir ishlamadi. Ha, biz mana bu obyektni yangi obyekt qo'shishligimiz kerak menimcha. New object deyman va uni tinglayman. Bu yerda qo'shgan vaqtimizda new obyektni berib qo'yamiz. Undan keyin qayta restart qiladigan bo'lsa va markerni qo'shamiz va ustiga bosadigan bo'lsa, mana ko'rib turganimizdek, bizda markerimizni mana shu holatda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi ustiga bosganda. Bu qaysi holatlarda duch kelamiz? Bizda xaritamizda biror bir markerimizni ustiga bosganligimizda unga o'sha vaqtida uni rangini biroz ochroq qilib, birorta show dialog yokida nimadir chiqarishligimiz kerak bo'ladi yoki u haqida ma'lumotlarni chiqarishligimiz kerak bo'ladimi? O'sha vaqtida shunaqaroq usulda ishlashligimiz mumkin bo'ladi. Balkimda bundan ham yaxshiroq usulini topishligingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, endi ikkinchi usulimizni sinab ko'ramiz. Bu usul orqali biz markerlarni list qilib, to'plam qilib qo'shib yuborishligimiz mumkin bo'ladi. Bu o'z-o'zidan ma'lumki, biz ko'proq marker qo'shmoqchi bo'lsak, ushbu usuldan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu usul orqali biz nafaqat markerlar qo'sha olamiz, yokida xaritamizni biror bir qismini ajratishlik uchun
poligonlar chizib qo'yishligimiz ham mumkin bo'ladi. Hozir bularni ko'rib chiqamiz. Demak, ikkinchi buttonimizga kelib olamiz va Map Object Collection va Map Object Collection o'zgaruvchi ochamiz va bizda ko'rganimizdek Map Object Collection degan klassimiz bor. Mana shu klass orqali markerlarimizni list qilib berib olishligimiz mumkin bo'ladi. Bu ham Map Object ID oladi va endi bunga list ochamiz. Va endi biz buning ichiga place markerlarni beramiz. Ya'ni-da mana bu yerda yasab olganimiz kabi obyektlarni so'raydi. Men mana shuni ham olib bunga berib qo'yishligim mumkin. Ya'ni-da endi men bir nechta berishligim mumkin bo'ladi. Birdaniga. Va buning ichiga agarda bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, qaytadan Map Object Collection chaqirib, yana unga listlar berishligimiz mumkin. Ichkari kirib ketaveradi. Demak, bunga joylashuvlarni berib chiqamiz. Qayta bitta restart qilganligimizdan keyin va undan keyin bu obyektimizni Map Object'ga qo'shib olishligimiz kerak bo'ladi. Mana bitta ishlatadigan bo'lsa, mana Map Object'ni bosadigan bo'lsam, bizda mana bir nechta qo'shilganligini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Ha, bu yerda aytgancha ID'lari bir xil bo'lib qoldi-ku bularni. Endi qayta bosdim va bu yerga yaqinlashtirib qaraydigan bo'lsak, mana markerlarimizni ko'rishligimiz mumkin. Birinchi usulimizda biz place map obyektlarni har bittasi alohida obyekt bo'lishligi kerak edi. Endi bu usulimizda ularni list qilib qo'shib olishligimiz mumkin bo'ladi. Va boshida gaplashganimizdek, bu Map Object Collection obyekti orqali faqatgina marker emas, boshqacha xususiyatlarni ham qo'shishligimiz mumkin bo'ladi. Ulardan biri mana bizda Circle Map Object bor. Bu bizda xaritamizda biror bir yerni belgilash uchun ishlatiladi. Va bunga va bu circle so'raydi, to'g'ridan to'g'ri. Unga radiusi bor. Radiusini misolga 100 ming qilib qo'yadigan bo'lsak, bunda qaraydigan bo'lsak nima so'rayapti? Point so'rayapti. Pointimiz mana bulardan birortasini hozircha olib turamiz. Endi qayta restart qiladigan bo'lsam va buttonimizni bosamiz. Mana endi yaqinlashtiramiz. Va qaraydigan bo'lsak, mana xaritamiz bizda mana bu usulda belgilanib qoladi. Uchinchi usulni ko'rib chiqamiz. Bu usul orqali biz juda ko'p bo'lgan markerlarimizni xaritaga qo'shishligimiz mumkin bo'ladi. Juda ko'p deganimda 300 ta, 400 ta, balkimda 700, 800 ta marker haqida gap ketyapti va shu bilan bir qatorda biz markerlarimizni xaritamiz kattarib yoki kichkinarishligiga qarab umumiy bitta to'plam qilib ajratib tashlashligimiz mumkin va buni hozirda misolda yaxshiroq tushunib olamiz. U uchun bizda mana Clusterized Place Marker Collection degan typeimiz bor va bunda Marker Collection deb nom bera olamiz. Va u bizdan map ID so'rayapti. Bunga 10 deb qo'yaman va markerlarimizni listi. Undan keyin bu radiusimiz bor. Radius nima deydigan bo'lsak, agarda bizda ikkita markerimiz bo'ladigan bo'lsa va ularning orasi
mana shu biz bergan radiusdan kam bo'ladigan bo'lsa, ularni bitta qilib ko'rsatadi. Bu radiusimiz bizda qiymati pikselda hisoblanadi. Ya'ni biz bergan qiymat ekranimizda pikseliga hisoblanib olinadi. Undan keyin mini zoom bor. Buni hozircha 30 qo'yishligim mumkin. Undan keyin mini zoom bor bizda. Bilamizki, biz xaritamizni kattalashtirishligimiz mumkin bo'ladi va kattalashtirib borganimizda bizda xaritamizni o'zini har bitta kattalashgandagi qiymati bor. Va ana o'sha qiymati mana bu biz bergan qiymatdan kattalashib ketadigan bo'lsa, markerlarimizni hammasini alohida ko'rsatadi. Agarda bundan kichkinaradigan bo'lsa, mana bu biz bergan radius asosida bir-biriga yaqinlarini umumlashtirib yuboraveradi. Va bu zoom qiymatimizni hozircha 10 berib qo'yishligim mumkin. Undan keyin mana bu yerga men bitta list qilib iloji boricha ko'proq placemark map obyektlarimizni berishlikka harakat qilaman. Va hozircha 100 ta qilaman va undan keyin bizda indeks keladi. Va oldin yozgan mana bu yerda bironta klassimni shunday qo'yib olaman. Va tushunishga oson bo'lishligi uchun ortiqcha narsalarni o'chirib tashlayman. Va endi id ga markerni indeksini berib qo'yadigan bo'lsak, hammasi bir-biridan alohida bo'ladi va biz bu yerda joylashuvimizni randomli qilib har xil beradigan bo'lsak, markerlarimiz bir-biridan farq qiladi joylashuvi. U uchun biz plus qilaman. 500 dan ayiramiz. Random degan maxsus klassimiz bor va unda next in degan qiymati bor. Unga maksimum qiymatini va umumiy chiqqan qiymatimiz mana bu yerdan chiqib 1000 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerni shundoq olib turib bu yerga tashlab qo'yamiz. Va undan keyin bu qiymatimizni listimizga qo'shib yuboramiz. Map objektga add qilib set ishlatib qo'yib bitta restart qilaman. Va bosgan vaqtimda hozir bizda ko'rinmaydi. Sababi mana buni birga tushirib qo'yadigan bo'lsam zoomda, ya'nida katta holatida ham ko'rinsin degan ma'noda. Va buni qo'yishlik uchun bosaman. Mana bizda markerlarimizda chiqqanligini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin mana bunday ko'p ko'rinadigan bo'lsa, foydalanuvchiga ham xuddi ko'rinishligi mumkin. O'sha uchun biz markerlarimizni alohida bo'limlashligimiz mumkin. U uchun bizda ushbu metodimiz bor va bunga return qilishligim kerak. Copy ishlatamiz. Uni ichida bizda appearance bor. Mana bundagi appearance'ni copy paste qilib yana yozib olamiz. Va undan keyin bizda icon bor. Placemark icon style ga va bu yerdan kelib mana bu iconni olib tashlaydigan bo'lsa, bizga endi tushunarliroq bo'ladi bu nima qilayotganligi. Va buni 10 ga qo'yaman. Ya'nida bizning zoomimiz undan kattarib ketgandan keyin markerlarimizni mana bunday umumiy birlashtirmaydi. Mana qaraydigan bo'lsak, biz yaqinlashib boravergan sarimiz markerlarimiz to'plam singari chiqayotganligini ko'ramiz. Va undan keyin
va sonini ham ko'rishligimiz mumkin, ya'ni har bitta to'plamning ichida nechta marker borligini. Buning uchun mana bu yerda biz bilamiz text degan parametr bor edi va bu textga string berishligim kerak. Cluster ichidagi mana size bor. Size ni berib qo'yaman va bu yerga size ga 12, color ga sariq berib qo'yamiz. Qayta ishlatadigan bo'lsam, va qo'shganligimizda mana bizda hozirda 100 ta bor deyapti va buni yaqinlashtirib boradigan bo'lsak, har bitta bo'limimizda mana bu yerga yaqinlashtirib, sariq biroz ko'rinmayapti, nechta borligini ko'rsatyapti. Mana bunda 2 ta bor deyapti. Mana yaqinlashtirib ko'ramiz. Mana haqiqatan ham 2 ta chiqdi. Mana buni opacitysini 1 qilib qo'yay. Va buni ham boshqa bir yashil qilib qo'yishligimiz mumkin. Va endi bu o'zini dizaynini va mana shunday biz xohlasak umumiy markerlarimizni ko'rsatishligimiz mumkin hammasini, yokida mana shunday qilib bo'limlab ko'rsatishligimiz ham mumkin ekan. Va yana bitta narsa, men hozir mana bu yerda to'plamlarni alohida aytgani uchun shunchaki profil rasmidan foydalanib aytganida siz boshqacharoq chiroyliroq rasm qo'yishligingiz mumkin, yokida buni customni qilib paintlar bilan yozishligingiz mumkin. Men hozir shunaqa bitta kod topdim. Mana bu yerda ichida o'zi paintlar bilan nimadirlar qilib chiqqan. Uni 100% tushunishligimiz shart emas. Men shunchaki uni ishlatib ko'rsatmoqchiman hozir sizlarga. Mana bu yerdan kelib from asset tuniga from byte qilamiz va ushbu funksiyani chaqirib qo'yaman. Bu albatta evet bo'lishligi kerak, bizda ficha qaytaradi. Undan keyin mana bu sonlarni ham chiqarishligi uchun mana bu yerdan keladigan qiymatimizni so'rayapti. Mana endi men buni qayta ishlatadigan bo'lsam, va mana yaqinlashtiradigan bo'lsam, bizda mana bunday sal chiroyliroq narsa chiqadi.